Assalomu alaykum akalar. Doğrusu bana keyingi zakasi eshirlarimiz bilan tayyor holatda. Bu eshirlarimiz bir rangdan oldin sifatlarini bitta baho ko'rib baho berishlari mumkin. Kanalimizga ham mehmon bo'lib turgan akalar bo'lsa, podpiskani bosib, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab tursa degan umiddamiz. Holatlarni bemalol ko'rishlari mumkin. Mana. Layk bosib qo'yinglar ana. Doğrusu bu eshiklarimiz 3 ta eshik, 3 ta romimiz bor. Bu mana bu traktorning eshik holatlarimiz. Eshiklarimiz yopiq holatda. 3 ta eshik bir xil. 90 ga 235 eshiklarimiz bo'ladi. Materiallarga mana bittadan layklarni bosib, baho berishlarni mumkin. Tozaligiga, sifatiga. Hop, bizning manzil Andijon viloyati Buloqbosh tumani Ustaqboljon. Telefon nomerlarimiz 90lik 549 7401. Bu eshiklarimiz doğrusu rangi tayyor holatda, oshxona zamonlarini qo'yib, bir seri yopirishlarini ko'rib, xudoolasa bo'yab, chiroyli qilib, unutilgan holatlarni ham video obzor qilishga harakat qilamiz. Bu eshiklarimizni Andijon viloyati Oltinko'lga tayyorlab berdik. Musofirda yurgan akalarimiz hammalariga tan joylari sog' bo'lsin. Bizni ko'rib turgan akalar bo'lsa, tanigan hammalariga alangali salom. Xudoolasa kimga shunaqa sifatli eshikron kerak bo'lsa, yog'och eshikron bo'ladimi, MDF eshikron bo'ladimi, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu vodiy bo'ylab dastlabki ustunovkalarimiz bor. Kimga qanaqa yog'och eshikron, MDF eshikron bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, xudoolasa qo'ldan kelgancha shunaqa qilib sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Ularda ham hozir oynalarini, ranglarini sepib, oynalarni solib, xudoolasa egalariga shu haftacha harakat qilamiz sotishga. Sizlardan like, podpiska, shunaqa yog'och eshikron, MDF eshikron degan akalarga podliza qilib qo'ysalar, xudoolasa kimga shunaqa eshikron kerak bo'lsa, sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Hop, bizni manzilimizga kelsak, Andijon viloyati Buloqbosh tumani Ustaqboljon. Telefon nomerlarimiz 90lik 549 7401. WhatsApp, Telegram orqali ham bemalol murojaat qilishlari mumkin. Hozir bu chang holat turibdi, ularda ham changlarini qoqib ranglarni sepamiz. Hammalarga e'tiborlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar, layklarni bosib qo'yasizlar.